Jigarlar, assalomu alaykum. Yana bir bor mana yasagan skameykamizni baraka mo'ykasiga o'rnatib berdik. Yerga betonga teshib, ankerda qatirib berdik. Ko'rishingiz mumkin oyoqlarga. Ham go'zal holatda o'rnatildi. Bu mo'ykamiz akalar. Yonimizdagi yangi ochilgan mo'yka. Bemalol kelib foydalanishlari mumkin. Mana akalar kichkinasi. Batga qo'yib qo'ydik. Ko'rishingiz mumkin. Chiroyli tushdi. Mo'ykamiz. Bu mo'ykada hamma sharoitlar bor ekan. Kelaverasizlar akalar. Suxoy tumani ishlami, Cherneni hammasi bor. Jigarlar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sog'lig'inglar yaxshimi? Akalar, kecha biz skameykaga zakaz oldik, yasab berdik. Asosan bizning ishimiz kotel yasash. Hozirda kotel sezoni. Bu skameykalar uncha vaqt bo'lmaydi-yu, bitta akamiz iltimos qilganiga yasab berdik. Ko'ringlar, tayyor holatini. Baho berib bersizlar, o'z layklaring bilan. Bu skameykamiz 4 metrli, bunisi 2 metrli bo'ldi. Taxtasi high-tech fasonda to'qildi. Ko'rishingiz mumkin. Akalar, sizlarga bitta savol. Bu skameykamizni o'zbekchasi nima bo'ladi? Kommentariyaga o'z izohlaringizni yozib ketasizlar, javoblaringni. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.